Panitskiy ataka to'g'risida gaplashamiz. Hayotimda 2 yil juda ham og'ir o'tgan bu kasallik. Assalomu alaykum hammalarga. Yaxshimisizlar, salomatmisizlar, oilanglar tinchmi? Yaxshi o'tiribsizlar. Panitskiy ataka bu shunaqa qo'rqinchli kasallikki ko'nglingizga hech narsa sig'maydi. O'zi odam kasal bo'lganda hech narsa ko'ngilga sig'maydi-ku, естественно bu endi. Lekin Panitskiy atakada по-настоящему bilmaysiz nima bo'layotganini, nima qo'yayotganini. Bu kasallik основной hamma narsani kontrol qilmoqchi bo'lgan odamlarda bo'lar ekanda. Men giperkontrol bo'lganman. Hozir ham shunaqaman. Hali unaqa zo'r lecheniya olib yaxshi bo'lib ketganim yo'q. Shuning uchun psixoterapevtda ham lecheniya olganman. Jinnixonada. Qo'pol qilib aytganda to'g'risi. Jinnixonada ham lecheniya olib chiqqanman. Yotmaganman. Qizil spravkam ham yo'q. Shunaqa qilib hozir makiyaj qilamiz. Makiyajga tayyorlanmoqman. Anovadan toner ishlataman. Makiyajdan oldin men bu sivrtkani ishlataman. Niatsinamid bunda zo'r bo'lmaydi. Ta. Yo'q, meni makiyajim zo'r yotadi mana shundan keyin. O'shaning uchun mana shuni ishlataman. Короче, aytib Panitskiy atakani. Xullas Panitskiy atakada tinch, xotirjam, hayotim hammasi joyida, tushib ketdi. Men bu past balandlar to'xtadi. Men bu normaga kelgan paytda bats yotqizdi meni. По-настоящему. Qanaqa bo'lyapti, что qizlar shunaqa qiyin ekan, ham gapirib berib, emotsionalniy odamga ham bo'yanib video olish bor. Endi to'g'ri tushunasizlar, xafa bo'lmaysizlar. Harakat qilaman. Mana shu ba'zancha yoqmayapti menga, to'g'risi. Короче, xullas kalom meni hayotimda tinchlik xotirjamlik boshlanganda, assalomu alaykum, yaxshimisiz deb menga Panitskiy ataka keldi. Tinchgina, kechqurun vaqtida 9:10 da yotib uxlab, ertalab soat 6 da turadigan odam. Men hech qanaqa uyqusizlikdan qiynalmaganman. Uxlashga yotdim, oradan necha minut o'tganini bilmayman, meni erim uyg'otdi qo'rqqanidan. Потому что yurak urishimni o'zim bilmaganman. Yurak urishimni yonimda o'tirgan erim, o'yin o'ynab o'tirgan erim kompyuterda eshitganda o'shani anaqada. Uyg'otdi, Maryam, все нормально у тебя deb erim rus musulmon. Iltimos, сразу musulmon emas ekan, o'risga tegan ekan, demaylar qaynatamlar tatarin, qaynanamlar ruslar. Xullas kalom, meni turmush o'rtog'im islomni to'yimizdan ozgina oldin qabul qilganlar, ungacha hech qanaqa dinga sig'inmaganlar. Xullas, gap bunda emas. Buni keyin aytib beraman sizlarga. Вообще zo'r istoriya bo'lgan bu ham. Короче, Panitskiy atakadan juda ham og'ir o'tkazganman, to'g'risi. Doktorga borganman, endokrinolog, kardiolog, psixologga bormaganman, yo'q, nevropatolog boryapman. Ular menga analiz etadi, men analiz borib topshiraman. Analizni topshirganimdan keyin javoblar, analizlarim вот так вот. Gormon joyida, hamma narsa chotki, hech nima bo'lmagan, как будто men sog'lomman. Lekin yurak urishim patologgacha chiqardi-da, tasavvur qilish uchun bitta joyda turolmasdim o'sha paytda. Yurasiz-ku, qatga o'zingizni qo'yishni bilmaysiz-ku, yuragingiz urib, davlengiz ko'tarilib ketadi, o'zidan o'zi. Bu prosta hammasi yaxshi, ovqatlandingiz, uxladingiz, kechqurun boshlanadi. Bu hayotimizda qanchalik ko'p stress bo'lib o'tgan stresslarni siz расслабиться qilasiz-ku, уже qo'yib yuborasiz-da, situatsiyalarni shunda bosilasiz, o'ylamaysiz hech narsani, bo'ldi, hammasi yaxshi, все четко, все прекрасно, o'shanda boshlanadi ekanda. Nimagaki, ungacha ham stressda bo'lganda organizm faqat выживать qilishga harakat qilar ekanda. Короче, psixolog shunaqa deb aytib bergan. Shu bilan kardiologga Toshkent shahar bo'yicha nechta klinikaga, частный klinika, davlatnikiga borib kelman. Aritmiya bo'lganda, aritmiya menda boshlangan. Yurak urishi to'xtab urib, bir kunda 24 ming marta yurak to'xtab ishlab ketgan. O'shanda dahshati, вообще zo'r, вообще ужас просто zo'r deb men tavba qildim. Короче, to'xtaylik, bo'yanib aytib beraman sizlarga. Zerikib qolmaysiz, bo'lib beauty blogger bo'laman deyman, значит bo'yanishim kerak, to'g'rimi? Menimcha to'g'ri. Короче, xullas kalom, meni anaqani ba'zan, mana. Men ba'zan ishlataman. Zo'r qizlar ishlatib ko'ringlar. Jирni tashlang. Bu ham tugadi boru, mana shunaqada. Hamma narsa tugaydi kerak bo'lganda. Короче, doktorlarga boryapman, doktorlar hech narsani bilmaydi. Erimga aytishyapti, xotiningiz просто, короче, tipa panika qilyapti, hammasi yaxshi, mana analizlar yaxshi, nevropatolog menga bir dunyo dori yozib beryapti, undan keyin shu hujil bo'lyapti. Nima qilishimni bilmayman. YouTube'ga kiryapman. Oldimdan video chiqib qoldi YouTube'da. Panitskiy ataka degan. Kirib o'sha videoni eshityapman, tushunmayman, что mana shu narsa menda bo'lyapti. Gapirib beryapti, men o'tirib, действительно manda ham shunaqa emasmikan deyapman-da. Короче, kardiolog kelgan Nurafshon shahridan, To'ytepadan salom hammasiga. Nurafshon shahrida главный кардиологический центр bor. Shu yerdan tanishimiz bizga aytdi, boringlar o'sha doktorga, kardiologga, zo'r doktor. Farruh aka ismlari, Farruh aka salom ko'rayotgan bo'lsangiz, ko'rmasalar ham kerak. Menimcha zaynat odam. Xullas kalom, Farruh akaga boryapman. Farruh aka meni analizlarga jo'natyaptilar. Analizlarni topshiryapman. Lecheniya boshladim yurakdan lecheniya boshlaganimdan keyin qanaqa bo'lyapti? O'sha yog'iga dori ichsam yaxshiman, birpasdan keyin yana boshlanyapti. Shu bilan yarim yil Farruh akada lecheniya oldik, oxiri kelyapman, Farruh aka rezultat ko'ryapti, o'zgarish yo'q, hali ham o'sha. Da, pristupim kamaygan, lekin baribir o'zgarish yo'q. Gaplashib o'tirdilar-da, menga qara dedilar. San stressda bo'lmaganmisan deyaptilar. Men aytaman, hayot полный stress-ku deyapman. Endi tinch yashayapman deyapman-da, yarim yil, 1 yil bo'ldi deyapman-da. Desam keyin aytayotdilar-da. Menga qarab bor deyaptilar. Mana mashitda deyaptilar, borasan, anaqa bor. Nima edi? Psixoterapevt bor deyaptilar. Городской, psixologический qanaqadir nimadir, короче. Bordik. Hozir qayertaligi ham esimda yo'q. Uzbun tarafdamida shunaqa tip, shunga qarab joyda. Boryapman. Shu yerga borib, xo'jayinimlar bilan
kiryapman больницаga jinnixonaga kelyapman-da qizlar. Shunaqa ощущение bo'lyapti menda. Men deyapman, jinni emasman deyapman, lekin o'zimni o'sha paytlarda неужели men o'sha jinni bo'lib qoldim deb o'yladim-da. Qizlar rostdan ham yomon o'tgan, juda qiynalganman, jinni bo'lib qoldim. Xuddi pristup bo'lgan paytda xuddi hozir o'lib qoladigandek-da. Mana shunaqa ощущение bo'lganda, xuddi hozir o'lib qolaman. Mani o'lim bor-ku, mashtilaga kelgandek bo'ladi-da. Birdaniga ko'tarilib ketadi. Doktorga boryapmiz, ular meni ko'ryaptilar, gaplashyaptilar. Davay bo'pti, mana lecheniya yozib beryaptilar. Men lecheniya olishni boshlayapman. Dorilar, uspokоительныйlar meni yiqitib qo'ydi. Bir 3 oy 59,5 kilo bo'lganman o'shanda. Hozir 68 kiloman, ancha ozdim, juda qiyin ozdim, to'g'risi, u dorilardan kelgan. 60 kiloga yaqin bo'lganman. Dorilarni ichyapman, uspokоить. Yarim kosa. Men bir xilda ovqat yeyishga ham uspet qilmasdim-da, ishlarim ko'pligidan. O'sha men o'zim sezmayapman qanaqa ovqat yeyotganimni qizlar. Realni yomon bo'lgan. Qanaqa ves yig'ib qo'yganimni ham bilmaganman bu uspokоительныйlardan-da. Ichaman. Mana emalab turasiz-ku, kravatdan xuddi shunaqa состояниеda bo'lganman. U biti, yuzlarimga mana bunaqa ugrilar, mana haligacha ham kurashyapman qizlar shu bilan, ugrilar bilan. Hayotda yuzimga ugri toshgan qiz emasman-da. Mana nechiga kirganman, o'sha paytda 32-33 yosh bo'lganman, mana 2 yil oldingi bo'layotgan narsani aytayapman-da. Hech qachon yuzimga narsa toshmaganda, yuzimga dog' tushgan homiladorlik paytimda, lekin u ketib qolardi-da. Baribir ozgina o'rnlari qolardi, bir ikkita kosmetologlarga borib meza-peza qilsam o'tib ketardi-da. Ancha yaxshi bo'lib o'charib qolardi dog'larim. Короче, keyin nima bo'lardi? Dorilarni ichyapman, 75 kilo bo'ldim. 2 oy yo 3 oy ichida dorilarni tugatdim. Уже невозможно, ishlolmayman. Уже расслабленный bo'lib qolasiz-ku, под кайфом как будто. Xuddi shunaqa состояниеda bo'lib ishlolmaganman hamda. Уже yaxshi o'sha paytda rahbarlarimiz поддержка qilishgan, amallab ishga borib kelardim. Shu bilan amal taqal qilib lecheniyani ham oldim, lekin shu bilan bordim psixoterapevtga. Lekin действительно dorilar menga uxlashga yordam berdi. Ozgina o'zimga keldim. Lekin dorilarni to'xtatganimdan keyin yana boshlandi. Yana kechasi o'zimdan o'zim резко uyg'onib ketaman. Yana yurak hozir o'lib qoladigandek, men уже nima deydi? Уже rostdan ham bo'ldi, o'laman deb o'ylaganman o'sha paytda. Nima kasallik, men xayolimda lekarstva dori olasizlar-ku, o'shani instruksiyasini bittalab o'qib chiqardim. Nima ziyoni bor ekan. U foydasini o'qiding, foydasini. Men uni ziyonini o'qirdim, противопоказаниясini. Любой ichgan dorim keyin menga teskarisiga ishlaydi, потому что men bitdan-ku hammasi зависит. Voy, yuragim tez urib ketyapti bu dorini ichsam, ishoninglar, uyda korobka dori bo'lgan. Bechara erim chidagan bor menga. Shu bilan keyin psixoterapevtga bordim, psixoterapevt bilan gaplashdim. Semirib ketyapman. Men qanaqa qilib yashayman? Men hayotda bunaqa ves olmaganman. Bir nima qiling, bir nima deyin, yoki dorini almashtiring deb borganman-da. Ismlari Bo'lat aka edi. Keyin Bo'lat aka aytganlar menga, qara, dori bu vaqtinchalik seni uspokоить qiladi. Senga maslahatim, bitta psixolog bor o'shanga. Ismi Rezida. Juda ham hurmat qilaman bu ayolni. Menga bitta narsani o'rgatdi. O'shandan keyin men уже yaxshi yashashni boshladim. По-настоящему hammasi meni miyamda bo'layotgan narsalar ekan. Hammasi. Потому что уже stressdan charchagan, расслабиться qilganman, asablarim joyiga kelgandan keyin o'sha hammasi miyamda bo'lib o'tgan, o'sha stress paytida reaksiya qila olmagan narsalarim o'sha qaytadan normaga kelishni boshlagan paytda meni o'sha bor degan aylanib kelazgina. Короче, shu bilan psixologga bordim birinchi kun. Psixolog menga aytdi, что sen hamma narsani kontrol qilishni xohlaysan, qo'yib yubor. Xafa bo'lganlaring bo'lsa, bolaligingdan boshlab hammasi kimdan xafa bo'lgansan, yo ularga ayt, что sen ulardan xafa bo'lgansan, sen ularni kechirmagansan. Отпусти то, что было, потому что shunaqa bo'lish kerak bo'lgan. Sen kuchli bo'lishing uchun bo'lish kerak bo'lgan narsa. Sen обиженный odamsan. Xafa bo'lib yurgansan hamma narsadan. Endi qo'yib yuborish kerak buni hammasini. Deyapti-da, keyin o'sha o'tirib yoz degan, домашнее задание bergan. Kimlar sen uchun birinchi o'rinda turadi, nimalar birinchi o'rinda turadi, nimalarni xohlaysan. Xullas kalom, psixologda ko'p narsa bilan ishlaganmiz. 1,5 oy borganman. 1,5 oy точно 6 marta borganman. 6 marta 1 soatdan. Qizlar realniy yordam bergan. Oxiri gaplashganmiz, o'sha itok bergan menga. Xohlasang kelaversang bo'ladi, lekin meni tushunishim bo'yicha sen tupoy emassan, aqlli ayolsan, lekin sendagi stresslar shular seni hozir qiynayapti. Itok bergan menga. Qara deyapti. Sen ishxonangga xavotir olasan, nervjit qilasan, bolalaringdan xavotir olasan, nervjit qilasan. Sen bitta narsani tushunasanmi deyapti-da, agar shu narsa bo'lish kerak bo'lsa, sen buni to'xtata olmaysan. Masalan, boshingga deyapti, o'lim kelsa, sen buni to'xtata olasanmi deyapti-da menga. Men aytolman, yo'q. Hammasi Xudodan-ku. Bo'ldi deyapti, sen Xudoga ishonmaysan, значит deyapti-da. Seni boshingga o'lim kelsa, sen hech narsa qila olmaysan. Seni qo'lingdan umuman hech narsa kelmaydi. Sen просто o'sha narsani qabul qil, bo'ldi deyapti-da. O'lishim kerak bo'lsa deyapti, o'laman deb aytgan deyapti-da. Bo'ldi, sen to'xtata olasanmi deyapti-da. Men uyda, ishxonam unaqa, hammadan ayb qidirib, bu bunaqa deb gapirib aytayapman-da, u aytayapti. Tasavvur qil deyapti, sen o'lding. Bugun ishxonang bilan nima bo'ladi deyapti.
Men aytayapman. Ular bo'ldimi deyapti. Hamma narsani yopib ketishadimi deyapti. Ishlamaydimi hech kim? Bo'ldi. Maryam o'ldi. Endi hammasi tugaydi, hayotimiz tugaydi. Bo'ladimi shunaqa narsa deyapti-da. Men aytayman, yo'q, hayot davom etadi. Dalshi ishlashadi. Всё deyapti-da. Mana hamma sani savolingga javob. Bo'ldi, hamma yashaydi, hamma hayotini davom ettiradi. 3 kun yig'laydi, sani unutadi. Bo'ldi, sen hech kim emassan. Undan ko'ra hayotdan bahra olishni o'rgan. Quyoshga qachon oxirgi marta qaragansan? Qachon quyoshni chiroyini ko'rgansan? Deganda men уже qizlar quyoshga qaramas ekanman. Bulutga qaramas ekanman. Bulutlar qanaqa chiroyliligini, quyoshlar qanaqa chiroyliligini qaramas ekanman. Juda ko'p narsalar o'rgatgan. Sen qo'rqayotgan narsangga tik qara deyapti-da. Nimadan qo'rqasan? Xo'p, xayolingda sana oldinga o'lim kelyapti. Da, to что sen o'ylaysan, hozir bo'ldi, tugadi, o'laman. Oldinga kelyapti, mana bunaqa deyapti. Sen nimanidir o'zgartira olaysanmi? Yo'q, qara deyapti, o'sha yerga qara. Nima senga kelyotganiga bitta qara deyapti. Qochadi. Qizlar realni o'shani qilib ko'rishni boshladim. Sinelnikov degan odam bor, o'shani kitobini ham o'qidim. Bu ham juda ham ko'p yordam berdi. Psixolog Sinelnikov. Qizlar shu psixolog 1,5 oy borgan bo'lsam, 6 soat. Plus 22 ta kitob. Tugadi panический ataka. Mana hozir oradan 1 yilga yaqin vaqt o'tdi. Xudoga behisob shukr qilaman. Qizlar har bitta yashayotgan kunimga, bo'lib o'tayotgan narsalarga prosta hikmati bilan qarashni o'rgandim. Hammani kim bo'lishidan qat'iy nazar boricha qabul qilishni o'rgandim. Bu odam men uchun o'zgarishi shart emas. Bu shunaqa. Я тебя воспринимаю так, какой ты есть. Bo'ldi. Boshqa men odamlarni уже o'zgartirishni to'xtatdim. To'g'risi, o'zimni tarbiya qilishni boshladim. Hech kimni hozir o'zgartirishga harakat qilmayman. Bolalarimni ham, erimni ham, yon atrofimdagi odamlarni ham men aytaman. Sizlarni boringlarcha qabul qilaman. Shikka yetadigan yo'q, действительно. Boringlarcha qabul qilaman va hammanglarni yaxshi ko'raman va men uchun sizlar majbur emaslar o'zgarishga. Bu sizlarning hayotinglar va o'zingizlar xohlaganingizcha yashashinglar kerak. Birovni обсуждать qilmaslikka harakat qilaman. Har doim bitta narsani o'ylayman. Shu kimda nima situatsiya bo'lib turgan bo'lsa, shuni положенияsiga kirishga harakat qilaman. Birinchi o'rinda o'sha odamni o'rniga o'zimni qo'yib ko'raman. Ana o'shanda tushunishga harakat qilaman. Balkim shu odam o'rnida men bo'lganimda, balkim mana nimadir qilgan bo'lardim. Xuddi shu ish qilgan bo'lardim. Bilmayman. Yashash haqiqatdan ham oson bo'ldi menga. Qizlar hech kimni kontrol qilish kerak emas ekan. Hammani yon atrofingizda kimdir onasidan xafa, kimdir otasidan xafa, kimdir aka, ukasidan, singlisidan, kimdir turmush o'rtog'idan, qaynonasidan, qaynotasidan, bolalaridan xafa. Qabul qilinglar. Qabul qilgan kuningizdan boshlab hamma sizlarga уже boshqacha ko'z bilan qarayotgandek bo'ladi, sizlar ular o'zgargandek bo'ladi. Yo'q, na samim deyli, sizlarni ularga qarashinglar o'zgaradi-da, o'zi hayotda. Yashash oson. Действительно, mana hozir hayotimizda qancha muammo bo'lib turgan bo'lsa, hammasini hikmatga yoyib qo'yibman. Yo'q, mani hayotimda xudo xolasa hali hammasi oldinda, hali hammasi yaxshi bo'ladi. Men xudo xolam nasib qilsa, farzandlarim, oilam, xotirjamligimga hech narsa yetmaydi, chunki men o'sha panический ataka bo'lgan paytimda juda ham yaxshi pul topardim, juda ham O'zbekiston uchun yaxshi pul topardim. Men o'sha paytda tushunganman, kasal bo'lsang, senga pulam, tillayam, brilliantam, hech narsa qo'yningga sig'maydi. Da, pul bu material, bu kerak. Обязательно. Kasal bo'ldingiz, doktorga borishingiz uchun ham pul kerak. Analiz topshirasizmi, pul kerak. Bolalaringiz oyog'ida yozdagi krossovkada yuribdimi? Qish kelyaptimi? Qor yog'di mana bugun. Pul kerak. Lekin kasal bo'lganda odam hamma hayotingizdagi bo'layotgan problemalar faqat bittaga aylanar ekan, bu kasallikka. Boshqa muammoingiz bo'lmas ekan. Faqat shu kasallik bo'yicha hayolingizda faqat shu narsani o'ylaysiz. Men dunyo qarashimni butunlay o'zgartirdim. Butunlay ko'p kitob o'qidim, ko'p narsalarni o'rgandim, psixologik kitoblar, psixologik treninglarda qatnashdim. Afsuslanmayman. Juda ko'p pulim ketdi, juda ko'p nima deydi, vaqtim ketdi, lekin это того стоило, qizlar. Shuning uchun har doim hamma narsani kontrol qilmaslikka, nima deydi, o'zingizlarni, tinchliklarni o'ylashga, ko'ngil xotirjamligini o'ylashga harakat qilishinglar kerak ekan, qizlar. Mana shunaqa narsalar bo'ldi. Endi men sizlarga buni hammasini chiroyli qilib gapirib bera olmayapman, потому что shunaqa gapim ko'p, qizlar qaysi biridan boshlashni bilmayapman, na samim deylik. Xuddi как будто bir yillar davomida men sizlarga gapirib beraman bir nimalarni deb, hayotimda yig'ib yurganga o'xshayman-da, ana chalaqchaydi bo'lib, hammasi aralash quralash bo'lib yotibdi, короче. Shunaqa gaplar, qizlar. Hech qachon sog'lig'inglarni
yo'qotmanglar. Birinchi o'rinda oilaviy tinchlik, xotirjamlik, sog'lik, salomatlik to'g'risida o'ylanglar. Sog' bo'lsak, bolalarimizni ham boqamiz, sog' bo'lsak, oilamizda ham tinchlik bo'ladi, ko'ngil xotirjamlik, ishimizni ham topamiz, hammasi joyida bo'ladi. Birinchi o'rinda sog'ligimiz, xotirjamligimiz. Hammani yaxshi ko'rib yashash qanaqa yaxshi? Meni hozir hayotimda bilasizlarmi qancha predatorlar bo'lgan? Men shularni hech qachon kechirmayman deb aytardim-da oldin. Lekin hozir hammani kechirganman. Hammani. Meni ham kechiringlar. Agar men sizlarga qattiqroq xafa qilgan bo'lsam, men ham bilmaganman. Men ham odamman, men ham xato qilaman. Men idealniy emasman. Idealniy odamni o'zi yo'q-da. Yo'q. Idealniy odam ko'rganmisizlar? Yo'q. Hech kim idealniy emas. Menda ham mana basharamda ugrilarim bor, dog'larim bor qayerdadir. Hech kim idealniy emas. Lekin qayerdadir ko'zlarim chiroylidir, balkim qoshlarim. Boringlarcha qabul qilinglar. Boringlarcha o'zinglarni sevinglar. O'zinglarni sevinglar degani bu egoizmni yo'qib olib bo'ldi. Men o'zimni sevaman. Men uyda ovqat qilishga majbur emasman. Umasman, bu emasman, sen menga erkaksan, sen topib berishing kerak, qilib berishing kerak, sen обязанsan degan narsa emas, понимание bilan. Masalan, men erimdan biror narsa so'raydigan bo'lsam, qizlar, men birinchi bo'lib erimning cho'ntagiga qarayman. Mundoq qarayman. Jon, ya вот это хочу. Ya это хочу, ya то хочу. O'shanda erimning cho'ntagiga qarab turib gapiraman. Menga gelik olib bering, menga nima deydi, samolyot olib bering deb puli yo'q odamdan so'raysiz-ku. Realni mundoq qaraysiz, olib bera oladimi, yo'qmi? Men bir ruminani aytaman dedim sizlarga. Mana qaranglar, bechorani, Stelleriniki. 12 ming, 13 ming olganman qizlar. Nimaga bilasizlarmi? M Cosmeticsda shunaqa rasprodajaga chiqarar ekan. Sinib qolgan, tipa shunaqa narsalar, bu hozir tushini ham ko'rsataman. Mana men bitta sinib qolgan edi. Rangi rosa ham yoquvdi. Oluvdim. 12 mingmi, yo'q 15 ming, balki 18 mingdir, esimda yo'q. 2 oy, 3 oy bo'lib qoldi, lekin maza qilib ishlatyapman. Rangi yoqdi-da, ya'ni rozoviy marfushka bo'lib qolmaysiz-da. Вот. O'shaning uchun qizlar qurbi yetadiganini so'ranglar, imkoniyatlar borini qilinglar. Chiroyli kiyinib, o'zingizlarga qarab, birovlarni yaxshi ko'rishni o'rganinglar. Boshqalarni yaxshi ko'rishni biladigan odam o'zini ham yaxshi ko'ra oladi. Lekin bitta narsani aytaman. Bilganinglarcha yashanglar, xohlaganinglarcha. Chunki birovning qabriga birov kirmaydi. Hozir juda ham aqllilar ko'payib ketgan. Men aql o'rgatishni xohlamayman, потому что уже терпеть не могу, уже видеть не могу вот это всё. Xohlaganinglarcha yashanglar. Nimani deb o'zingizlarga to'g'ri deb, o'zingizlarga nimani mana shu narsa menga kerak, mana shu narsa men uchun to'g'ri deb bilsanglar, o'zingizlar bilganinglardek yashanglar, chunki sizlarning qabringizga hech kim sizlar bilan birga kirmaydi.